Juda ko'p bemorlarda burundan nafas olish bilan muammo bo'ladi. Ya'ni burun tez-tez bitib turishi mumkin yoki bo'lmasa doimiy bitib yuradi. Yoki bo'lmasa bir tomoni polniy bitib yuradi, bir tomonidan nafas olib yuradi. Bunga sabablardan biri burun to'sig'i qiyshiqligi bo'ladi. Ushbu rolikda agar oxirigacha kuzatsangiz, burun to'sig'ining qiyshiqligi haqida ipidan ignasigacha hamma savollaringizga javob olishingiz mumkin. Men doktor Butayev 15 yillik tajribaga ega lor xirurg. O'z tajribam davomida 10 mingdan ortiq operatsiyalarni amalga oshirganman. Agar sizda va yaqinlaringizda burundan nafas olish qiyinligi muammosi bo'lsa, ya'ni burun to'siq qiyshiqligi bo'lsa, qo'ng'iroq qilib maslahatimga kelishingiz mumkin. Demak, boshladik. Demak, burun to'siq qiyshiqligi o'zi nima? Burun to'siq qiyshiqligi bu burun o'rtasida devor bo'ladi va u ikkiga bo'lib turadi, o'ng va chap tarafga. Shu burun to'sig'ini o'ng yoki chap tarafga har xil sabablar tufayli qiyshayib ketishini burun to'siq qiyshiqligi deyiladi. Bu sabablar nima? Ya'ni tug'ma bo'lishi mumkin. Ya'ni tug'ma o'zi qiyshiq bo'lib tug'ilgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa ko'pincha o'smirlik davrida burun o'sadi va o'sgan vaqtda tog'ay bilan suyak har xil tezlikda o'sishi mumkin. Yoki bo'lmasa turli xil vitamin yetishmasligi, raxitdan keyin yoki boshqa sabablar tufayli burun to'sig'i qiyshiq o'sib qolishi mumkin. Yoki bo'lmasa uchinchisi travmadan keyin bo'lishi mumkin. Ya'ni bemorimiz travma oladi va travmadan keyin burun qiyshayib, nafas olishi qiyinlashib qolishi mumkin. Endi burun to'sig'ining qiyshiqligini bemor qayerdan biladi? Qayerdan bilishi mumkin? Qayerdan yoki shubha qilishi mumkin? Birinchisi bu bemorimizda burun bitishi bo'ladi. Ya'ni shamollaganda boshqalarga masalan 3-4 kunda ochilib ketsa, buniki 10 kun yoki undan ham ko'pgacha yaxshi nafas olmasligi mumkin. Ya'ni cho'ziladi nafas olish. Yoki bo'lmasa ikki tomonni solishtirib ko'ramiz. Bir tomon bekitib ko'radi, nafas oladi, ikkinchi tomon bekitib qoladi, ikkalasi bir xil emas. Undan bilib qolish mumkin. Yoki bo'lmasa bosh og'riqlar bo'ladi. Masalan, sababi siz bosh og'riq bo'ladi. Boshim og'rib yuradi, lekin u boshqa narsadan deb o'ylab yurishi mumkin. Lekin asli burundan nafas olish qiyinligida bo'lishi mumkin. Undan tashqari tez-tez gaymarit bo'ladi bir xillar. Yoki bo'lmasa tez shamollayman deb o'ylab yuradi. Shundan bilib qolishi mumkin. Demak, bir tomon agar doimiy bekib tursa yoki tez-tez bitadigan bo'lsa yoki solishtirganda xuddi o'ng tomon yoki chap tomon bil ikkalasi bir xil bo'lmasa, siz shubha qilishingiz mumkin burun to'sig'ining qiyshiqligidan. Endi vrachlar burun to'siq qiyshiqligini qanday tashxis qo'yadi? Biz qanday tashxis qo'yamiz? Bemor bizga keladi shikoyati bilan, "Chota bir tomondan yaxshi nafas olmayapman" deydi, yo "Ko'p bitadi burnim" deydi. Biz uni birinchi so'raymiz, so'ragandan keyin tekshiramiz. Tekshirgandan keyin burunni ochib rinoskopiya qilib ko'ramiz. Unda burun to'siq qiyshiqligini o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ramiz. Qo'shimcha yana qanaqa tekshirish qilish mumkin? Qo'shimcha endoskopik tekshirish qilish mumkin. Ya'ni kamera bilan kirib burnini ko'ramiz va qiyshiq joyini o'zimiz ham ko'ramiz, xohlasak bemorga ham ko'rsatishimiz mumkin. Uchinchi yana qanaqa tekshirish? Rengenologik tekshirish qilish mumkin. 3D rengen yoki MCT qilish mumkin yoki oddiy rengen qilish mumkin. Bunda ham burun to'sig'ining qiyshiqligini bemalol ko'rishimiz mumkin va bemorning o'ziga ham ko'rsatishimiz mumkin. Endi burun to'sig'ining qiyshiqligini organizmga qanday yomon ta'siri bor? Qiyshiq bo'lsa bo'pti, nima qilibdi deyishingiz mumkin. Birinchisi, burun to'sig'ining qiyshiqligi bemorda burundan nafas olish qiyinligini beradi. Ya'ni burun to'siq qiyshiq bemorlar burundan yaxshi nafas olmaydi. U moslashib qolgan bo'lishi mumkin, to'g'ri. Masalan, odam yaxshi narsaga ham, yomon narsaga ham moslashishi mumkin, lekin yomon narsaga uzoqroq vaqtda moslashib qoladi. Bu degani bu lekin norma degani emas. Buni qachon bilib qoladi? Ko'pincha moslashib yurganlar burniga dori sepadi, dori sepganda zo'r ochiladi-da, shunda bilib qoladi. Deydi, men deydi, "Mana shunaqa nafas olishim kerak ekan-ku" deydi. Burni ochilib ketadi dori sepsa. Mana shu solishtirganda bilinadi. Atak bir xillar moslashib yurgan bo'lishi mumkin. Endi burundan yaxshi nafas olmagan odamlar hech qachon sog'lom bo'lolmaydi. Ular lanch, ish qobiliyati pasaygan bo'lishi mumkin, uyqusi buzilgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa bosh og'riydi. Sababsiz bosh og'rib yuraveradi. U o'ylaydi, boshqa narsadan o'ylaydi. Toliqdim deydi, charchadim deydi, yaxshi uxlolmadim deydi. Vaholanki, u prosta burundan yaxshi nafas olmagan bo'ladi. Ayniqsa kechqurun burundan yaxshi nafas olmaganlar kunduzi boshi og'rib yuradi. Chunki kislorod uxlaydi, kechqurun yaxshi uxlagandan keyin burundan yaxshi nafas olmaydi va miyada kislorodning golodaniya bo'ladi. Kechqurun ertalab tursa, keyin o'zi yaxshi uxlamagan, boshi og'riydi, charchab, lanj bo'lib turadi. Ertasi kuni o'sha rasul bo'ladi. Mana shuning uchun shundan bilishi mumkin, ya'ni burundan yaxshi nafas olmasligini.
Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Yana burun to'siq qiyshiqli bemorda nima bo'lishi mumkin? Burun to'siq qiyshiqli bemorlarda tez gammarit bo'lishi mumkin. Ya'ni burun to'siq qiyshiq bo'ladi va o'sha tomonda gamir bo'shlig'ida yoki boshqa bo'shliqlarda havo aylanishi buziladi. Agar unda misol uchun allergiya ham qo'shilib keladigan bo'lsa, unda kista yoki polip ham paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni burun to'siq qiyshiqligi kista yoki polipga olib kelishi mumkin. Va uchinchi zarar tomoni, ayrimlarda burun to'siqning qiyshiqligi burunning ustini ham qiyshiqligiga olib kelishi mumkin. Ayniqsa burunning uch qismini qiyshiqligiga olib kelishi mumkin. Endi burundan yaxshi nafas olmagan odamlarda ayrimlar og'izdan nafas olishga o'tishi mumkin. Og'izdan nafas olgan bemorlar bu tomog'i tez og'rib qolaveradi. Ya'ni burun havoni ilitib, isitib, namlardan tozalab, changlardan tozalab, cho'tga o'tkazib bergani uchun og'iz unaqa funksiyani bajarmaydi. Og'izdan nafas olgandan keyin og'iz qurib ketadi, tomoq qurib ketadi va pastki nafas yo'llari tez shamolladigan bo'lib qoladi. Masalan, yoshligidan beri burundan yaxshi nafas olmaydigan bolalarda katta bo'lganda pastki nafas yo'llarida surunkali bronxit, pnevmoniya bo'lish ehtimolligi ko'p bo'ladi yoki allergiyani pastga tushib ketishi ehtimolligi ko'p bo'ladi. Misol uchun allergiyasi bo'lsa, agar burni yaxshi ishlaydigan odamlardagi allergiya burunda qoladi. Burni yaxshi ishlamaydigan odamlarda u pastga o'tib ketib, bronxlarda bronxial astmaga ham olib kelishi mumkin. Ayrim bemorlarda burun to'siqning qiyshiqligi o'sha tomondagi quloqni og'rishiga olib kelishi mumkin, eshitish pastligiga olib kelishi mumkin, hattoki nog'ora pardani teshilishiga ham olib kelishi mumkin. Burun to'siqning qiyshiqligidan shunaqa yomon tomonlari bor. Har xil nevrologik muammolar paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni burundan yaxshi nafas olmagandan keyin miyaga toza ko'p kislorod yetib bormasligi hisobiga lanjlik, bosh og'riqlik, turli xil nevrologik muammolar kelib chiqishi mumkin. Bolalarda rivojlanishda orqada qolish, ham jismonan, ham aqliy rivojlanishda orqada qolish bo'lishi mumkin. Yaxshi nafas olmasligi hisobiga. Endi qanaqa davolanadi? Birinchi bu burun to'siqning qiyshiqligini faqat operatsiya yordamida davolanadi. Ya'ni operatsiya qilinadi. Operatsiyaning nomi septoplastika deyiladi. Bunda burunning shilliq qavati ajratiladi. Burunning ichidan, teshigini ichidan qilinadi. Bu operatsiya narkozda qilinadi, ya'ni umumiy og'riqsizlantirishda qilinadi. Bemorimiz hech narsani bilmaydi ham, sezmaydi ham. Burunning teshigini ichidan 0,7-0,8 sm kesma qilinadi va shuning ichidan shilliq qavat ajratilib, u haligi tog'ayda qiyshaygan qismi kesib olinadi, to'g'rilanadi va joyiga qo'yib qo'yiladi. Agar boshqa muammo bo'lsa, bunda boshqa muammoni ham bir yo'la hal qilib ketadi. Ya'ni chig'anoqlar kattalashgan bo'lsa, chig'anoqlarni ham kichkinalashtirish mumkin. Adenoid bo'lsa, adenoidni ham olib ketilishi mumkin. Operatsiya o'rta hisobda yarim soat davom etadi. Yani tez qilmoqchi bo'lsa, misol uchun 6-7 minutda ham qilganman men, misol uchun bu operatsiyani. O'rtacha yarim soat davom etadi operatsiyamiz. Endi operatsiyasiz burun to'sig'ini to'g'rilash mumkinmi dori-darmon bilan? Yo'q. Operatsiyasi burun to'sig'ini qiyshiqligini to'g'rilab bo'lmaydi. Misol sizda kuchli qiyshiqlik bo'lsa, uni qancha dori ichganingiz bilan bari to'g'ri bo'lib qolmaydi. U tog'i o'sib bo'lgan, o'sha qiyshiq bo'lib turibdi, uni bari to'g'rilab bo'lmaydi. Endi ayrimlarda bir xil aytish mumkin, lazerning septoplastika deyish mumkin. Ya'ni lazer yordamida burun to'sig'ini to'g'rilaymiz deyish mumkin. Bu juda ham noto'g'ri gap. Avvallar bir shunga harakatlar bo'lib ko'rgan, lekin bu neudachniy bo'lgan. Chunki lazer bu suyakka ta'sir qilmaydi. Uzoq bo'lsa shilliq qavatga va tog'ayga ta'sir qilishi mumkin, lekin hech qachon lazer yordamida burun suyagini to'g'rilab bo'lmaydi. Bu yolg'on. Agar siz qilib beraman desa, kimdir unga ishonmaydi. Unaqa yo'q, unaqa qilib bo'lmaydi. Bu yolg'on gap. U hamma joyda, Amerikada ham, boshqa joylarda ham, bizda ham burun shilliq qavati ajratilib, tog'ay olinib, suyak to'g'rilanib, keyin joyiga qo'yiladi. Endi operatsiyani aytdim. Operatsiyada odatda bizda bir kun yotiladi va bir kundan keyin bemorning uyiga javob beramiz va operatsiyadan keyin bemorimiz 10 kundan keyin bizga keladi. Operatsiyadan keyin splint qo'yiladi va bu splint ichida teshik bo'ladi va undan orqali bemorimiz nafas olib turishi mumkin. Agar ichi tiqilib qolsa, bitib qolishi ham mumkin. Endi tampon masalasi. Hozir tamponlar qo'yilmaydi. Splint qo'yiladi va gubka qo'yilishi mumkin. U gubka ham qanday maqsadda ichida operatsiyadan keyin shilliq ajralishi mumkin. Shu shilliqlarni tortib toza turish uchun qo'yiladi. Uni odatda ertasi kuni olib tashlaymiz bu gubkani. Splintni operatsiyaning darajasiga qarab 10 kundan keyin, ayrimlarda 15 kundan keyin, ayrimlardan keyin 20 kunlardan keyin
olib tashlanadi. Odatda 10 kun turadi. Bu septoplastika haqida aytmoqchi bo'lgan gaplarim shulardan iborat edi. Agar sizlarda savollar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozinglar, savollarga javob berishga harakat qilaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang.